Ha yo'q aka, uni lip o'ynatar usta qilsangiz bo'ladi. Ha aka, bemalol u. Assalomu alaykum ustoz. Hozir ustoz, aka shuni ustoz kelib qoldilar. 2 dona savolim bor edi aka, keyin gaplash. Bo'ldi aka. Ustoz, assalomu alaykum. Aka shu mendan 1-2 kundan beri xapada. Nima qilsa bo'ladi? Ish turgisi yo'q-da. Ha? Birinchi o'rinda ichingizdagi his-tuyg'ularni chiqaring. Ha yo'g'i, qanday chiqaraman endi bu onangni emmagur hissiyotini? Ha? Siz uning lablariga tik qarab, uni sevimligini faraz qiling. Bilate yo'g'i. Endi bitta kalim shu jonivorda labiga qarashim qoladi ustoz. Boshqa variant yo'qmi ustoz? Ha? Unga qaraganda siz o'zingiz bo'yningizni silashingiz mumkin. Bu his-tuyg'ularingizni uyg'otadi. Ha, ustoz, bo'ynini silasam bo'lmaydimi? Ha? Unga qarab turganingizda, unda faqat unga xos kelishgan qad-qomatli jihatlarni qidiramiz. Qaramay qo'yavering ustoz, molni yoqib olgan o'zicha hech uxlashdan boshqa jihatini ko'rganim yo'qda ustoz. Erkakka xosgina hissiyotlar. Unga pastdan tepaga Yo'g'i ustoz, otni qatig'idek bo'lsa-ki, shu hurmatini joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Oyoqni osmon qilib shu pastdan tepaga qarash kerakmi ustoz? Tushunmadim. Ha? yoki yondan yoki tepadan pastga qarashingiz mumkin. Aha ustoz, qarab turibman. Labni asta-sekin tishlang yoki ko'zingizni qising yoki qoshingizni ko'taring va go'yo 1 millionlik sirni bilgandek o'zingizni tuting. Ha, yo'g'i, bu jonivordan qana sir bo'lishi mumkin ustoz? Yoshidan shu yelka-melka 5 yashab katta bo'lgan o'ttag'im bo'ladi-ku ustoz.